har bitta avtomobildan $100 foyda degan challenge boshlab yubordim. Yangi lokatsiyada turibmiz. Xodi avtoning yangi joyi ko'rib turganingizdek, hammasi boshlang'ich to'lovsiz deb yopishtirib qo'yilgan. Banki bir so'm boshlang'ich to'lov qilmaysizlar. Bugundan boshlab boshlang'ich to'lov degan tushunchani boshqacharoq qilib o'zgartiraman. Qanaqa deydigan bo'lsanglar, bankka haligacha o'sha bir so'm boshlang'ich to'lov qilmaysizlar. Faqatgina masalan $300lik, $400lik mashinalarimiz bor, boshqa bir so'm rasxod qilib o'tirmaysizlar. O'sha $400 olib kelasiz, boshqa bir so'm rasxod ham ketmaydi. Xullas, Sparkdan mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomatik korobka, 4 yumshoq balon diskalargacha taqib qo'yilgan. Mashina holatini ko'ringlar. Idealniy holatda bo'lib turibdi. Xullas, mashinani $300 gina boshlang'ich to'lov bilan hamma xarajatlarni ichida chiqartirib beramiz. Bir so'm boshlang'ich boshqa rasxod qilmaysizlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Zeus rangdagi Gentra, Amerikanka Optra polniy navorot gazlar bilan tayyor $300 gina boshlang'ich to'lov, hamma xarajatlari ichida. Xo'p, ikkita Hasan Husanni qo'yib yuboramiz. Nexus 3larni bunisi gazi yo'q, ma'minisi gazi bor, tayyor turibdi ma'minisi. Endi benzinni ko'pchilik yuraman desa, benzinni xohlasanglar, shu propanga ham to'lov qilaman desanglar, propanni ham taqib beramiz. Bunisi $400 boshlang'ich to'lov, ma'minisi $500 boshlang'ich to'lov. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Kilovi ham. Mana 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili boshlang'ich to'lov $900, hamma xarajatlari ichida. Bu degani faqatgina o'sha xarajatlarga pul ketadi degani $900. Har bitta avtomobilga Xodi avto bugundan boshlab $100 gina qo'yadi, faqat uspet qilib qolinglar. Mana shunaqa harakatlar bilan, mana shunaqa ishonchlar bilan Xodi avto sizni qarshingizga chiqyapti. Sizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar, like bosyapsizlar, podpiska bo'lyapsizlar, biz harakatdan to'xtamaymiz. Joninglar sog' bo'lsin, Xodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti aka.